Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim va dolzarb mavzu haqida suhbatlashamiz. Bu esa ayniqsa barcha nafaqaxo'rlarimiz uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Ko'pchiligimiz pensiya miqdorlari bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelayotganimizni inkor eta olmaymiz. Chunki narx-navo oshib borayotgan bir paytda har bir so'mning qadri yanada oshadi. Ammo bugun men sizlarga nafaqaxo'rlarga juda yaxshi yangilikni yetkazish uchun shu yerga keldim. Bu yangilik shunchaki xabar emas, balki aniq bir imkoniyat va uni qo'lga kiritish bo'yicha batafsil ko'rsatmalar hamdir. Prezidentimiz tomonidan qabul qilingan muhim qarorga ko'ra, aprel oyidan boshlab nafaqaxo'rlarimiz uchun katta miqdorda qo'shimcha to'lovlar joriy etilmoqda. Bu haqiqatan ham nafaqaxo'rlarimizning turmush sharoitini yaxshilashga qaratilgan ulkan qadam. Shuning uchun bu videoni bir lahzaga ham o'tkazib yubormang. Har bir so'z, har bir tavsiya siz uchun o'ta muhim. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'ling va bu videoga like bosing. Shunda bu muhim ma'lumot ko'proq insonga yetib boradi. Xo'sh, avvallari vaziyat qanday edi? Biz bilamizki, har yili pensiya va nafaqalar miqdori davlat budjeti imkoniyatlari hamda mamlakatdagi iqtisodiy vaziyatdan kelib chiqqan holda, inflyatsiya darajasini hisobga olgan holda indeksatsiyalanar edi. Bu odatda ma'lum bir foizga oshirish orqali amalga oshirilardi. Ammo ko'pchilik nafaqaxo'rlar uchun bu oshirishlar yetarli emasligi, ayniqsa kommunal xizmatlar, oziq-ovqat va dorilar narxi oshib borayotgan bir sharoitda sezilardi. Katta qism nafaqaxo'rlarimiz uchun yashashning minimal darajasini saqlab qolish tobora qiyinlashib borayotgan edi. Jamiyatning eng himoyasiz qatlami bo'lgan keksa avlodni qo'llab-quvvatlash doim davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib kelgan. Ammo hozirgi sharoitda aynan shu yo'nalishda yana bir jiddiy qadam tashlandi. Prezidentimizning shaxsiy tashabbusi va farmoniga ko'ra, bu yil aprel oyidan boshlab nafaqaxo'rlarimizga yanada sezilarli darajada yordam berish maqsadida ularga katta miqdorda qo'shimcha to'lov, ya'ni doplata ajratilishi belgilandi. Bu shunchaki navbatdagi indeksatsiya emas, balki an'anaviy oshirishlardan yuqori bo'lgan, nafaqaxo'rlarimizning turmush sifatini sezilarli darajada yaxshilashga qaratilgan maxsus qo'llab-quvvatlash chorasidir. Bu choraning asosiy sababi mamlakatimiz iqtisodiyotining o'sish sur'atlari, erishilgan yutuqlar hamda ijtimoiy adolat tamoyillarini yanada mustahkamlash zaruriyati bilan izohlanadi. Davlatimiz rahbari nafaqaxo'rlarimizning bugungi og'ir sharoitlarda duch kelayotgan qiyinchiliklarni chuqur anglagan holda, aynan ularni moddiy qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratdi. Shunday qilib, bu qo'shimcha to'lov tizimini tubdan o'zgartirib, nafaqaxo'rlarimizga yanada ishonchli va barqaror kelajakni ta'minlashga qaratilgan muhim qadamdir. Bu yangi tartib nafaqaxo'rlarimizning moliyaviy barqarorligini mustahkamlash, ularning kundalik ehtiyojlarini qondirish hamda jamiyatdagi faol ishtirokini rag'batlantirishga xizmat qiladi. Endi esa ushbu yangi qo'shimcha to'lov haqida batafsil ma'lumot beraman. Siz nimalarni bilishingiz kerak? Kimlar ushbu to'lovni kutishi mumkin va kimlar uchun bu o'zgarish ahamiyatga ega emas? Bu qo'shimcha to'lov shunchaki universal tarzda barchaga berilmaydi, balki aniq belgilangan mezonlar asosida ajratiladi. Eng avvalo, to'lovni olish uchun asosiy mezon bu sizning nafaqaxo'r bo'lishingizdir. Ammo barcha nafaqaxo'rlar ham bir xil tarzda bu to'lovni oladimi? Yo'q. Farmonda aniq ko'rsatilganidek, bu to'lov aynan o'zining mehnat faoliyati davomida ma'lum bir muddat ishlagan va davlat pensiyasini oladigan fuqarolarimizga taalluqlidir. Ya'ni ijtimoiy nafaqa oladiganlar emas, balki mehnat pensiyasini oladiganlar asosiy e'tibor markazida turadi. Bundan tashqari, ba'zi bir ijtimoiy himoyaga muhtoj guruhlar, masalan, Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari, mehnat faxriylari, nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotganlar uchun ham alohida yondashuv mavjud bo'lishi kutilmoqda. Keling, bir nechta aniq misollar bilan ko'rib chiqamiz. Shunda vaziyat siz uchun yanada tushunarli bo'ladi. Birinchi misol, tasavvur qiling, Toshkent shahrida yashovchi 70 yoshli Oysha momo. U butun umrini tikuvchilik sexida o'tkazgan va 40 yillik mehnat stajiga ega. Hozirda uning pensiyasi 1.500.000 so'm atrofida. U yolg'iz yashaydi va har bir so'm uning uchun qadrlidir. Yangi farmonga ko'ra, Oysha momo kabi mehnat staji yuqori bo'lgan, ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj, yolg'iz yashovchi nafaqaxo'rlarga alohida e'tibor qaratilgan. Faraz qilaylik, uning pensiyasiga qo'shimcha ravishda yana 500.000 so'm miqdorida bir martalik qo'shimcha to'lov ajratiladi. Bu Oysha momoning aprel oyidagi pensiyasi 2 million so'mga yetishini anglatadi. Bu esa uning dorilari, oziq-ovqat xarajatlari uchun katta yordam bo'ladi.
U bu pulga kerakli dori-darmonlarni sotib olib, sog'ligini yaxshilash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu qo'shimcha mablag' uning hayot sifatini sezilarli darajada oshiradi. Ikkinchi misol, Farhod aka 65 yoshda. U o'qituvchilik kasbida 35 yil ishlagan. Uning pensiyasi 1.700.000 so'mni tashkil qiladi. Oilali 2 nafar farzandi bor, ular chet elda ishlashadi. Farhod aka ham mehnat pensiyasi oluvchilar qatoriga kiradi. Uning mehnat staji ham yetarli darajada. Shunday vaziyatda Farhod akaga ham, faraz qilaylik, 300.000 so'm miqdorida qo'shimcha to'lov taqdim etiladi. Bu Farhod aka uchun nabiralariga kichik sovg'alar olishga yoki oz ehtiyojlari uchun sarflashga imkon beradi. Garchi uning farzandlari bo'lsa ham, bu qo'shimcha to'lov uning shaxsiy moliyaviy mustaqilligini oshiradi va o'zini yanada erkinroq his qilishiga yordam beradi. Bu shunchaki pul emas, balki davlatning uning mehnatini qadrlashini anglatuvchi belgidir. Uchinchi misol, Ma'mura opaning 55 yoshda. U 2 guruh nogironligi bo'lgan shaxs bo'lib, hayoti davomida ozgina mehnat stajiga ega bo'lgan va hozirda ijtimoiy nafaqa oladi. Bunday holatda yangi farmonning dastlabki bandlariga ko'ra, Ma'mura opaga kabi ijtimoiy nafaqa oladiganlarga ushbu maxsus doplatil berilmaydi. Chunki bu to'lov aynan mehnat staji orqali shakllangan pensiya oluvchilar uchun mo'ljallangan. Ammo Ma'mura opa kabi nogironligi bor shaxslar uchun boshqa ijtimoiy himoya choralari va imtiyozlar mavjud bo'lishi mumkinligini eslatib o'tish joiz. Bu shuni anglatadiki, sizning pensiya turining qaysi toifaga kirishi juda muhim. Agar sizning nogironligingiz bo'lsa va siz mehnat pensiyasi olsangiz, ya'ni nogironlik pensiyasi, u holda siz ham ushbu qo'shimcha to'lovga da'vogar bo'lishingiz mumkin. Masalan, agar 58 yoshli Nodira opa nogironligi tufayli mehnat pensiyasini olsa va 25 yillik stajiga ega bo'lsa, u holda u ham Farhod aka kabi qo'shimcha to'lovga ega bo'lishi mumkin. Bu yerda asosiy farq nafaqa turi emas, balki aynan pensiya turi hal qiluvchi ahamiyatga ega. To'rtinchi misol, Ikkinchi jahon urushi faxriysi 95 yoshli Komil bobo. Uning pensiyasi allaqachon boshqa nafaqaxo'rlar pensiyasidan yuqori, chunki u maxsus imtiyozlarga ega. Ammo davlatimiz bunday qahramonlarimizga bo'lgan hurmatini yanada oshirish maqsadida bunday toifadagi fuqarolarga ham alohida, yanada kattaroq miqdorda qo'shimcha to'lov belgilanishi kutilmoqda. Tasavvur qiling, unga bir martalik 1 million so'm miqdorida qo'shimcha to'lov ajratildi. Bu to'lov uning hayotini yanada farovon qilishga, unga yanada ko'proq e'tibor va g'amxo'rlik ko'rsatishga xizmat qiladi. Bunday toifadagi shaxslarga har doim alohida yondashuv bo'lgan va bu yangi farmon ham bu an'anani davom ettiradi. Shuni ta'kidlash kerakki, bu qo'shimcha to'lovning miqdori sizning mehnat stajingizga, olingan pensiya miqdoriga va ijtimoiy himoyaga muhtojlik darajangizga qarab farqlanishi mumkin. Har bir holat individual ko'rib chiqiladi, lekin umumiy qoida shuki, mehnat pensiyasi oladigan, ayniqsa kam ta'minlangan va uzoq yillik stajga ega bo'lgan nafaqaxo'rlar ustuvor guruhga kiradi. Bu to'lov aprel oyining dastlabki kunlaridan boshlab amalga oshirilishi kutilmoqda, ya'ni bu oyning o'zida sizning pensiyangizga qo'shib berilishi lozim. Endi esa ushbu qoidalardagi istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan tuzoqlar va noaniq jihatlar haqida gaplashamiz. Bu qo'shimcha to'lovni olishda ko'pchilik e'tibordan chetda qoldiradigan muhim detallar mavjud. Birinchi istisno bu pensiya turlari. Yuqorida aytib o'tganimdek, bu qo'shimcha to'lov birinchi navbatda mehnat pensiyasini oladigan fuqarolarimizga qaratilgan. Agar siz ijtimoiy nafaqa, ya'ni keksalik yoshi tufayli beriladigan ijtimoiy nafaqa yoki nogironlik bo'yicha ijtimoiy nafaqa olsangiz, bu qo'shimcha to'lov sizga taalluqli bo'lmasligi mumkin. Ijtimoiy nafaqa ko'pincha mehnat staji yetarli bo'lmagan yoki umuman stajga ega bo'lmagan shaxslarga beriladi. Bu juda muhim farq, shuning uchun o'zingizning pensiya turiningizni aniqlab oling. Agar shubhangiz bo'lsa, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Ikkinchi muhim jihat, allaqachon boshqa davlat qo'llab-quvvatlashlardan foydalanayotgan nafaqaxo'rlar masalasi. Ba'zi nafaqaxo'rlar, masalan, harbiy pensiyalar yoki boshqa maxsus imtiyozli pensiyalar oluvchilar, allaqachon nisbatan yuqori miqdorda pensiya bilan ta'minlangan bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda ularga ushbu qo'shimcha to'lov qo'llanmasligi yoki boshqacha tartibda berilishi mumkin. Bu davlatning resurslarini adolatli taqsimlashga bo'lgan intilishi bilan bog'liq. Ammo bu barcha imtiyozli toifadagi nafaqaxo'rlarga tegishli emas, faqatgina ma'lum bir guruhlarga. Har bir holatda aniqroq ma'lumotni pensiya jamg'armasidan olish mumkin.
Uchinchi muhim nuans, agar siz hozirda chet elda yashayotgan bo'lsangiz yoki doimiy yashash uchun ketgan bo'lsangiz, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lsangiz ham, agar siz doimiy ravishda mamlakat tashqarisida yashasangiz va pensiya to'lovlarini u yerda olsangiz, ushbu qo'shimcha to'lovni olishingiz bilan bog'liq qoidalar farqlanishi mumkin. Odatda bunday qo'llab-quvvatlashlar faqat mamlakat ichidagi doimiy yashovchi nafaqaxo'rlar uchun mo'ljallangan bo'ladi. Endi tuzoqlar va ehtiyotkorlik choralari haqida. Afsuski, har qanday yaxshi yangilik ortidan firibgarlar ham paydo bo'lishi mumkin. Sizga telefon qilib, biz pensiya jamg'armasidanmiz, sizga qo'shimcha to'lov ajratildi. Faqat bank kartangiz raqamini va PIN kodini ayting kabi gaplar bilan murojaat qilishlari mumkin. Unutmang, hech qachon hech kimga bank kartangizning to'liq raqamini, ayniqsa orqa tarafidagi 3 xonali kodni yoki SIMS orqali keladigan tasdiqlash kodlarini aytmang. Davlat tashkilotlari hech qachon bunday ma'lumotlarni telefon orqali so'ramaydi. Barcha to'lovlar bevosita sizning pensiya kartangizga yoki pensiya jamg'armasi orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, sizga keladigan shubhali xabarlarga yoki emaillarga ishonmang. Ma'lumotni faqatgina rasmiy manbalardan, ya'ni pensiya jamg'armasi sayti, mahalliy pensiya bo'limlari yoki Xalq banki filiallaridan tekshiring. Yana bir noaniq nuans, bu to'lov avtomatik tarzda amalga oshiriladimi yoki buning uchun ariza yozish kerakmi? Farmonning dastlabki mazmuniga ko'ra, aksariyat hollarda bu to'lov avtomatik tarzda, ya'ni siz hech qanday hujjat topshirmasdan pensiya kartangizga biriktirilgan holda amalga oshirilishi kerak. Bu nafaqaxo'rlarga ortiqcha ovoragarchilik tug'dirmaslik maqsadida qilingan. Ammo ba'zi bir noyob holatlarda, masalan, sizning shaxsiy ma'lumotlaringizda o'zgarishlar bo'lsa, bank rekvizitlaringiz noto'g'ri bo'lsa yoki sizning pensiya turining toifasi bo'yicha aniqlik kiritish talab etilsa, sizdan murojaat qilish so'ralishi mumkin. Shuning uchun, aprel oyida pensiya to'lovini olgandan so'ng, uning miqdorini diqqat bilan tekshiring. Agar qo'shimcha to'lov tushmagan bo'lsa va siz o'zingizni ushbu to'lovga loyiq deb hisoblasangiz, shunda pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Bu qo'shimcha to'lov soliqqa tortiladimi? Odatda ijtimoiy to'lovlar va nafaqalar soliqqa tortilmaydi. Bu holatda ham qo'shimcha to'lov soliqdan ozod qilingan bo'lishi kutiladi, lekin har ehtimolga qarshi rasmiy tushuntirishlarni kutish maqsadga muvofiq. Bu qo'shimcha to'lov sizning boshqa imtiyozlaringizga, masalan, subsidiyalar yoki boshqa nafaqalar miqdoriga ta'sir qiladimi? Odatda bunday bir martalik yoki ijtimoiy himoya maqsadida beriladigan to'lovlar boshqa imtiyozlarga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Aksincha, qo'shimcha yordam sifatida qabul qilinadi. Agar nafaqaxo'r bu to'lovni olmasdan vafot etsa nima bo'ladi? Bunday holatda vafot etgan nafaqaxo'rga tegishli bo'lgan, ammo olinmagan pensiya yoki qo'shimcha to'lov qonunchilikda belgilangan tartibda merosxo'rlarga to'lanadi. Buning uchun merosxo'rlar pensiya jamg'armasiga murojaat qilishlari kerak bo'ladi. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Bu qo'shimcha to'lovni olish uchun siz nima qilishingiz kerak? Qadam-ba-qadam aniq ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam, o'zingizning pensiya turiningizni aniqlang va eligibilityingizni tekshiring. Siz mehnat pensiyasi olasizmi? Yoshga doir, nogironlik bo'yicha, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha yoki ijtimoiy nafaqa olasizmi? Agar siz mehnat pensiyasi olsangiz, keyingi qadamlarga o'ting. Agar ijtimoiy nafaqa olsangiz, yuqorida aytib o'tilganidek, bu to'lov sizga taalluqli bo'lmasligi mumkin. Tekshirish uchun pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytiga PFUZ kirib, e'lonlarni o'qing yoki to'g'ridan-to'g'ri pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga qo'ng'iroq qiling. Ikkinchi qadam, hech narsa qilmay turib, aprel oyidagi pensiya to'lovingizni kuting. Chunki yuqorida aytib o'tganimdek, aksariyat hollarda to'lov avtomatik ravishda amalga oshiriladi. O'zingizning bank kartangizga tushadigan pulni diqqat bilan tekshiring. Mobil ilovalar orqali yoki bankomatdan chek olib buni amalga oshirishingiz mumkin. Agar siz pensiyani naqd pulda Xalq banki orqali olsangiz, o'sha joyda sizga berilayotgan summani tasdiqlash uchun imzo qo'yishdan oldin uning miqdorini aniqlashtiring. Uchinchi qadam, agar aprel oyida qo'shimcha to'lov tushmagan bo'lsa va siz o'zingizni ushbu to'lovga loyiq deb hisoblasangiz, darhol harakatga kirishingiz kerak. Birinchi navbatda zarur hujjatlarni to'plang. Bular quyidagilardir. 1. Shaxsiy pasportingiz yoki identifikatsiya kartangiz. 2. Pensiya guvohnomangiz. 3. Mehnat daftarchangizning asli yoki elektron nusxasi, agar talab etilsa, ayniqsa staj bo'yicha aniqlik kiritish kerak bo'lsa. 4.
Bank kartangizning rekvizitlari yoki hisob raqamingiz. Agar to'lovni boshqa hisob raqamiga o'tkazmoqchi bo'lsangiz, lekin odatda mavjud pensiya kartangizga tushadi. 5. Agar sizda maxsus imtiyozlar, nogironlik guvohnomasi, urush faxriysi guvohnomasi va hokazo bo'lsa, ularning asl nusxalari va nusxalari. 4-qadam. Qayerga murojaat qilish kerak? Siz o'zingizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga borishingiz kerak. Odatda bu tuman yoki shahar markazlarida joylashgan bo'ladi. Ba'zi hollarda Xalq bankining pensiya to'lovlari bilan shug'ullanuvchi bo'limlari ham sizga ma'lumot berishi yoki yo'naltirishi mumkin. Shuningdek, hukumat portali Mi.gov.uz orqali ham ba'zi pensiya xizmatlarini olish mumkin. Ammo qo'shimcha to'lov bo'yicha aniq ma'lumot olish va ariza topshirish uchun bevosita pensiya jamg'armasiga borish eng samarali yo'l hisoblanadi. 5-qadam. Ariza yozish. Pensiya jamg'armasi xodimi sizga qo'shimcha to'lovni olish uchun standart shakldagi arizani to'ldirishda yordam beradi. Arizada shaxsiy ma'lumotlaringiz, pensiya guvohnomangiz raqami, murojaat sababi va bank rekvizitlari ko'rsatiladi. Barcha ma'lumotlarni aniq va to'g'ri yozganingizga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir savollaringiz bo'lsa, ularni xodimdan so'rashdan tortinmang. 6-qadam. Murojaatni qayd etish. Sizning arizangizni qabul qilib olganliklari haqida sizga xabarnoma yoki uning ro'yxatdan o'tgan raqami beriladi. Bu hujjatni saqlab qo'ying, chunki u sizning murojaatingiz dalili hisoblanadi. Keyinchalik murojaatingiz holatini tekshirish uchun bu raqam kerak bo'lishi mumkin. 7-qadam. Qayta aloqa va natija. Sizning arizangiz ko'rib chiqilgandan so'ng, sizga pensiya jamg'armasi tomonidan tegishli javob beriladi. Agar sizga to'lov ajratilishi ma'qullansa, pul tez orada sizning kartangizga o'tkaziladi. Agar rad etilsa, rad etish sabablari yozma ravishda sizga tushuntiriladi. Rad etilgan taqdirda sababini o'rganib chiqing va agar nohaqlik deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi organlarga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Muhim eslatma, barcha ma'lumotlarni faqat rasmiy manbalardan oling. Har qanday shubhali xabarlarga ishonmang. Ma'lumot uchun pensiya jamg'armasining ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilishingiz yoki yashash joyingizdagi bo'limiga tashrif buyurishingiz mumkin. Shoshilinch harakat qilishga undaydigan soxta xabarlarga aldanmang. Barcha jarayonlar shaffof va qonuniy doirada amalga oshiriladi. Aziz do'stlar, bugungi videomizda nafaqaxo'rlarimiz uchun aprel oyidan boshlanadigan muhim qo'shimcha to'lovlar haqida juda batafsil ma'lumot berishga harakat qildim. Bu davlatimizning nafaqaxo'rlarimizga bo'lgan g'amxo'rligining yana bir yorqin namunasidir. Bu imkoniyatni qo'ldan boy bermaslik, o'zingizning huquqlaringizdan to'liq foydalanish juda muhim. Shuning uchun men bergan ko'rsatmalarga amal qiling, ehtiyotkor bo'ling va faqatgina rasmiy manbalarga ishoning. Umid qilamanki, bu video siz uchun foydali bo'ldi. O'z fikrlaringizni, savollaringizni yoki bu to'lov bilan bog'liq tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlarimizga ham yordam berishi mumkin. Videoni do'stlaringiz va qarindoshlaringizga, ayniqsa nafaqaxo'r tanishlaringizga yuboring, toki bu muhim ma'lumot hammaga yetsin. Kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.